أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد hurmatli Qur'on shaydolari, Qur'on o'quvchi qorilar, inshaalloh bugundan boshlab yana darsimizda davom etkazamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda Muzammil surasini o'qishni o'rganamiz. Muzammil surasini 1-oyatidan 15-oyatgacha o'qiymiz. Men har bir oyatni dona qilib o'qib, keyin bitta o'qib beraman. Keyin sizlardan inshaalloh darslarda eshitamiz. E'tibor qaratamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bida kasraga e'tibor beramiz. Mana bida kasrasiga e'tibor beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Haga ham, ikkala ha ham mana Rohmanirrohim. Bizda ha harfi yo'q bo'lganligi uchun ko'pchilik Bismillahirrohmanirrohim yumshoq ha aytiladi. Lekin bu ha xato. Bu yerda Ar-Rohmanirrohim qilib haga biroz bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, Bismillahirrohmanirrohim. Ikkalasi haga ham e'tibor qaratamiz. Ya ayyuhal muzammil. Ya bu 4-5 harakat miqdorida 4 yo 5 harakat miqdorida cho'zishimiz kerak. 4 yo 5 harakat miqdorida cho'zamiz. Ya ayyuhal muzammil. Bu mad munfasil, muttasil emas, bitta kalima emas bu. Ya alohida kalima, ayyuha alohida kalima. Ya ayyuhal muzammil. Mana mimda komil tarzda ushlab turamiz. G'unnasi eng komil tarzda bo'ladi. Muzammil. Mil deb lamni sukun bilan to'xtaganimiz uchun qalqilib bo'lib qolmasligi kerak. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Qoga e'tibor beramiz. Aqsol lisan. Tilimizda eng oxiridan chiqadi. Qo, qu. Qumi mimni kasrasi bildiramiz. Qumil layla yedi bildiramiz. Qumil layla illa qalila. Illa deganimizda mo alif. 2 harakat miqdorida cho'zamiz. Qumil layla illa qalila. Qalila qof yo'g'on holatida nutq qilamiz. Chunki qof harfidan keyin alif kelsa, o'zi fathali bo'lsa, eng yo'g'on ko'rinishda bo'ladi. Qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu nida taydagi kasrani bildiramiz. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu deb turib buni cho'zamiz. Sila kubro 4-5 harakat miqdor va 5 harakat miqdorida cho'zamiz. Nisfahu aw inqus vav vavni kasrasini bildiramiz. Aw inqus nunni qof tishga kirgizamiz. Avin yo'g'on tarzda, chunki qof yo'g'on harf bo'lganligi uchun yo'g'on tarzda kiradi. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Minhu qalila. Qofni fathasini aniq bildirib o'qiymiz. Uchala oyatni o'qiymiz. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alayhi wa rattilil القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل 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 القرآن ترتيلا. أو
La cho'chiyadi. Au zida. Au zida. Dada qalqala qilamiz. Qalqala qilamiz buni. Qof yozib qo'ysak bo'ladi. Qalqala. Au zid alayhi. Alayhi yada bildiramiz. Au zid alayhi va rattilil va ro yo'g'on harf ti va rattilil qur'ana ro yo'g'on qur'ana tartila. Au zid alayhi va rattilil qur'ana tartila. Yaxshilab e'tibor berib, men bilan birga qaytaring. Hozir o'qib berishingizni eshitamiz. Au zid alayhi va rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nunni ushlab turamiz. G'unna bor. G'unna komil tarzda inna g'unnasini ushlab bo'lgandan keyin ikki harakat miqdori cho'zamiz. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Innani g'unnasini eng komil tarzda ushlab, keyin ikki harakat miqdorida cho'zishimiz kerak. Inna sanulqi lamni bildiramiz. Mo lam sanulqi bo'lib, sanulqi bo'lib qalqala bo'lib qolmaslik kerak, ya'ni tebranib qolmaslik kerak. Sanulqi alayka yeda bildiramiz. Alayka qawlan thaqila. Mo qawlandagi tanvinni sad ichiga kirgizamiz. Qawlan yashiramiz, keyin sada nutq qilamiz. Qawlan thaqila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nunni ushlab turamiz. Nunni ushlab turamiz. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nashi'atal layli. Inna ikkinchi nun bor-ku, ikkinchi nundan keyin alif bor. O alifni ikki harakat miqdori cho'zishimiz kerak. Inna nashi'atal layli. Nashi'ata shu alarda o'ta ayam deb yormasligimiz kerak yoki og'izni o'ta ham katta ochib yormasligimiz kerak. O'rta miqdorda atal layli hiya ashaddu dedi tashdidini bildiramiz. Hiya ashaddu va to'da qalqala qilishimiz kerak. Va aqwamu qila. Bu yerda to harf va qof harf qalqala harflardan. Qalqala, bu ham qalqala. Qof, chunki ikkalasi ham sukun holatda. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka fin. Mana bu yerda ikkita nun bor. Birinchi nun, fin naharida ikkinchi nun. Inna laka fin nahari rada kasrasini bildiramiz. Inna laka fin nahari sabhan bada qalqala qilamiz. Sabhan had ustidagi tanvinni tod ichiga yo'g'on qilib kirgizamiz. Sabhan tawila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. 8-oyat. Vazkur isma robbika wa tabattal ilayhi tabtila. Vazkur isma zada tilimizni uchlari ozgina oldi tishlarimizdan oldiga chiqadi. Vazku deyishimiz xato, ya'ni tebratib qo'yishimiz.
vazkur isma robbika bada kasrasini bildiramiz, ham tashdidli. Vatabattal tada tashdid bor va lamni tebratmasligimiz kerak. Vatabattal ilayhi tabtila bada qalqala qilamiz. Vazkur isma robbika vatabattal ilayhi tabtila. 9-oyat. Robbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Robbul bada tashdid bor, roda ham tashdid bor. U rada nima qilishimiz kerak? Rada agar tabtiladan bog'lab o'qimoqchi bo'lsak, tabtilar robbul mashriq deb g'unnasiz idg'om qilib ketamiz. Bu tanvinni rod ichiga kirgizib yuboramiz. Ammo g'unnasiz bo'ladi, g'unnali bo'lmaydi. Tabtilar robbul mashriqi, shuning uchun ham rada tashdid bor. Bu yerda robbul lamni bildiramiz. Robbul deb turib qalqala qilib qo'ymaymiz. Robbul mashriqi, shirinlaymiz. Mashriqi val maghribi, g'o yo'g'on bo'ladi. Val maghribi rada tashdidi kasrasi bor va ba'da ham ingichka bo'ladi. Val maghribi la 4-5 harakat miqdorida cho'zamiz. 4-5 harakat miqdorida. La ilaha illa huwa illa, bu yerda ham 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Huwa va da e'tibor beramiz, lamimiz cho'chayadi. Fattakhizhu da tashdidi bor. Bunda ham qalqala qilib qo'ymasligimiz kerak. Fattakhizhu wakila, hu deb cho'zib qo'ymaymiz. Bu yerda vav bunga tegishli emas. Bu vakila kalimasiga tegishli. Shuning uchun ham hadan keyin vav bor-ku deb cho'zib qo'ymanglar. Ya'ni fattakhizhu wakila deb cho'zmanglar. Oyatni o'qiymiz. Robbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. 10-oyat. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ro ingichka bo'ladi, chunki oldi kasralik. Wasbir deb yo'g'on qilishimiz xato bo'ladi. Wasbir alada 2 harakat miqdorida cho'zamiz. Ala, mana 2 yozib qo'ydim. Wasbir ala ma ham 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Madd tabiiy. Ala ma yaqulun, bu ham 2, lun 2. Yaquluna wahjurhum, yengil. Wahjurhum, ovoz paychalarimiz o'ta katta ochilmaydi va o'ta yopilib ham qolmaydi. Wahjurhum, jur ro yo'g'on bo'ladi. Hum izhorini aytamiz, ammo hum deb turib qalqa qilib qo'yishimiz xato bo'ladi. Wahjurhum hajron tanvinni jed ichiga kirgizamiz. Hajron jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. 11-oyat. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وَذَرْنِي را yo'g'on bo'ladi.
va ingichka, za ingichka, va zar ro yo'g'on. Ni ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Va zarni wal mukazzim wala deb lamni qalqala qilib qo'ymaymiz. Va zarni wal mukazzibina zada tashdid bor. Wal mukazzibina ulin modda vav ustida ko'ryapsizlarmi mana yumaloqchan doira. Bu vav o'qilmaydi. Hatta bor, ammo o'qilmaydi. Ulin na'mati ulin hamzani aytamiz, lada aytamiz. Ulin na'mati ya ham bu ham o'qilmay qoladi. Yada o'qilmay qolganligi iltiso sakin sokin harflar kelgani uchun birdan idg'om qilamiz. Nun ichiga vav o'qilmay qolgan ustida yumaloq nima bor? Belgi bor. Arabcha 5 raqamli. Bu degani vav o'qilmaydi degan. Ulin na'mati wa mahilhum hada ikkita. Hada tashdid bor. Shuning uchun ham ikkiligini bildiramiz. Mahi wa mahilhum qalila qalila وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. 12. oyatga o'tamiz. إن لدينا أنكالا وجحيما. nunnasi eng komil tarzda. Nunnasi eng komil tarzda. Inna ladayna laday yada bildirishimiz kerak. Ladayna deb yada qalqalam qilib qo'ymaymiz. Inna ladayna 4-5 harakat miqdori cho'zamiz. Mad munfasil. Mana mad undan keyin hamza kelyapti. Mad bu ladayna alohida jumla, ankalan alohida jumla. Shuning uchun ham bu ajragan mad 4-5 harakat miqdorida cho'ziladi. Inna ladayna ankalan va jahima. Endi nun bor-ku, nunni katichiga kirgizamiz. Nunni o'zini aytmaymiz. Ankalan desak izhor bo'lib qoladi. Buni akkala desak idg'om bo'ladi. Bu yerda idg'om ham va idg'om ham bo'lmaslik kerak, izhor ham bo'lmaslik kerak. Buni katichiga kirgizamiz. Og'zimda yopildi, burnimga o'tdi. Ankalan va jahima. Va jahima hadan keyin ya bor. 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Inna ladayna ankalan va jahima. 13. oyatga o'tdik. Va ta'aman za ghussati va azaban alima. Va ingichka, to yo'g'on. Va to'a ayam ingichka. Ammo 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Va ta'aman tanvinni zadichiga kirgizamiz. Va ta'aman za ghussati za 2 harakat miqdori cho'ziladi. G'ussotni tashdidini bildiramiz. G'ussati tanvinni vovdichiga kirgizamiz. G'ussati va azaban alima. Va azaban izhor qilamiz. Va azaban alima. Sabab tanvin bor va undan keyin hamza bor. Tanvin bu hamza izhor harflaridan. Tanvin keldimi yoki nun keldimi, undan keyin hamza kelgan bo'lsa aniq qilib o'qilinadi. Oyatni o'qiymiz.
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم يا إنجيشكا واو لو تشيادة يوم ترجف تا إنجيشكا رايغان ترجف الأرض رايغان أرض والجبال حركة مقدارda cho'zamiz jibalda وكان واوda lav cho'chayadi وكانت الجبال lamni bildiramiz qalqaloq qilib qo'ymaymiz وكانت الجبال كثيبا كثيفا biz soqacha deb qo'yamiz-ku tilimiz 3 deydi كثيبا mimmi g'unnasini komil tarzda ushlab turamiz g'unna كثيبا مهيلا ikki harakat miqdorida cho'zib to'xtaymiz يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا va oxirgi oyat bugungi o'qilinadigan oyatimizning eng oxirgi oyati إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا e'tibor beramiz nunda tashri e'tibor mana oldingi oyatga qaraylik mahilada tanvin va undan keyin hamza shuning uchun ham izhor qilinadi agar qo'shib o'qisak kasiban mahilan inna arsalna mahilan inna deb turib boshlab ketamiz mahilan deb turib g'unna qilishimiz xato yoki idg'om qilishimiz xato bo'ladi yo ixfo qilishimiz xato izhor qilamiz mahilan deb inna buni g'unnasini eng komil tarzda ushlab turamiz inna cho'zamiz 4 va 5 harakat miqdorida chunki madd munfasil Hafs an Asimda Min Tariq Shotibiyada 4-5 harakat miqdori cho'ziladi ammo Toyibat an-Nashrda qasr qilib o'qilishi mumkin qasr deganligi faqat 2 harakat miqdori cho'ziladi masalan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula deb 2 harakat miqdorida cho'ziladi u qasr qilib o'qish 2 harakat miqdori cho'ziladi xolos ammo biz hozir o'rganayotgan Hafs an Asimda 4-5 harakat miqdori cho'zamiz inna arsalna ilaykum yerda bildiramiz rasulan shahidan rasulan tanvinda shadajga kirgizamiz rasulan shahidan alaykum yerda bildiramiz yerlarga e'tibor beramiz alaykum bo'lib turib yaga imola bo'lib ketmasin ya'ni lamni ustidagi fatha alaykum bo'lib alaykum kama bu ham 4-5 harakat miqdori cho'ziladi arsalna bu ham 4-5 harakat miqdorida cho'ziladi ila fir'auna rasula ila deganimizda 2 harakat miqdori cho'ziladi fir'auna bu yerda ro harf oldi kasrali bo'lganligi uchun ingichka o'qilinadi fir'auna rasula nafasimiz esa bir nafasda o'qiymiz ammo nafas yetmasa to'xtashimiz mumkin masalan rasulan shahida deb to'xtab o'qib yoki shahidan alaykum deb to'xtab ya'ni shahidan alaykum deb boshlab ketsak ham bo'ladi yoki kama arsalna deb to'xtab yana kama arsalnadan boshlab ketsak ham bo'ladi
Bitta o'qiyman. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Mana bugungi darsimiz shu 15-oyatigacha edi. Ochib qo'ydim, qani o'qiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muzammil. Sal yumshoq, hayada sal yumshoqroq chiqaring. Biroz yopilib qoldi sizda, mana ovoz paychangiz. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Zadayam mimda ham tashdid bor. Muzammil mimni ushlab turing. Muzammil. Qumil layla illa qalila. Qumil layla illa qalila. Ikki harakat miqdori cho'zib to'xtang. Qalila havo bilan to'xtasin. Ya'ni madlarda havo bilan. Qalila havo bilan tugaydi. Ammo qalila deb havoni siqib qo'ysak, unda hamza bo'lib qoladi. Qumil layla illa qalila. Yaxshi. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Yaxshi. Aw zid alayhi. Qarang, avva debdi, vavda qalqala qilib qo'ymang. Avva zida deb. Aw zida. Aw zida. Aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. E'tibor bersangiz, qo'ra rni qalqala qilib qo'yapsiz, ro harfini qalqala qilmang. Qo'ra, keyin radan keyin alif bor, mana hamzani ayn qilib qo'yapsiz. Qur'ana. Qur'ana tartila. Rod yo'g'on qiling. Tartila. 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 Inna sanulqi. Qarang, nunda g'unna bor. Ushlab turamiz va ikki harakat miqdori cho'zamiz. Alif bor-ku, mana alif. Bu alif ikki harakat miqdori cho'ziladi. Inna sanulqi. Inna sanulqi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qarang, inna sanulqi qadan keyin ya turibdi. Shuni ikki harakat miqdorida cho'zing. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nun dushang, cho'zmang. Inna nashi'atal layli. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. E'tibor bersangiz, sizda mana hamzalar hammasi ayn bo'lib qolyapti. Inna nashi'atal lay, atalda atal ayn qilib qo'yapsiz. Ayn qilmang, a deng, oddiy o. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an. Mana todan keyingi hamza ham ayn bo'lib qolyapti. Boshdan o'qing. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Shu o'qiganingizda qo'yamiz, eshitib to'g'rilaysiz. Davom etamiz. Inna laka fin nahari
سبحا طويلا Inna laka fin kaiz bor-ku, kaizni sal orqaroqqa jildiring. Tilimizni eng oxirgi qismidan chiqadi. Eng oxiridan, nihoyat oxiridan qof chiqsa, undan sal yuqorida kaf chiqadi. Inna laka ka deb turib tilingizni sal o'rtarog'iga olib kelib olyapsiz. Sal orqaroqqa jildiring. Inna laka fin nahari sabhan tawila. إن لك في النهار Ka deyapsiz-ku, ka. سبحا Ka deyapsiz, ka. Ash kami? Ka. Ichkariroq olib keling. Ka. Laka. Ha. إن لك في النهار سبحا طويلا Bu sabhanda tanvinni tod ichiga yo'g'on kirgizing. Sabhan tawila. سبحا Dimoq bilan. Sabhan tawila. سبحا طويلا Mhm. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Vazkur isma. Boshdan boshlang. واذكر اسم ربك وتبتل إليه Vatabattal تبتيلا deb ladi qalqala qilmang. Vatabattal ilayhi tal ida ayting. Birinchi o'qiganingizda ida yana ayin qilib shu hamzalarga e'tibor berasiz, ayin bo'lib qolmasin. Vatabattal ilayhi tabtila. وتبتل إليه تبتيلا Bo'ladi, mana shu yergacha. Shu kelgan joydan davom etkazamiz. Kim o'qib beradi? Mana. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Yana boshdan o'qing, Robbul Mashriqdan. رب المشرق والمغرب لا Wal maghrib deb ko'p ushab turmang. Wal maghribi ko'p ushab turmang. والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه Yo, fattah kha demang. Fattakhidh de khi. Fattakhidhu wakila. Khi do'ring. Siz ha yo'g'on-ku, shuning uchun kasra holatda ham xoy deyman deb o'ylayapsiz shekilli. Yo'q, khi deyvering, khi. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Wahjurhum deb ushab turmang. Wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum hajran izhor qiling. Aniq qilib keyin o'tib keting. Ushab turmang bu yerda. واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا أولي النعمة ومهتدت mana tay marbuta oxirida kasrani aniq bildiring. Uli ni'mati wa mahti wa ajralsin. Ti wa mahilhum qalila. Ha. أولي النعمة ومهلهم قليلا Yaxshi. إن لدينا أنكالا وجحيما Nunus kafti ichiga kirmadi. Kafti ichiga kirsin. Nun kafti ichiga kirsin. Yashirilsin. Ha. Yo'q, qarang. Deyapsiz-ku. Yo'q, oxirida tiliz yopilsin, tepa tanglangizga tegsin. Og'zingizdan ummu havo to'xtasin, burningizdan chiqsin.
أنكالا وجحيما. Kaf va qofda ixfolar tayga kirib oladi. Qofga masalan qofga to'g'ri kelsa ham masalan min qobil deganda yopiladi. Dimoq yopiladi. Dimog'idan chiqadi, faqat og'iz yopiladi. Kaftiki ham xuddi shunday. Ankal ochiq turmasin. Ankalan va jahima. Qarang, sizga an deyapsiz-ku, qarang, an deyapsiz, ochiq turibdi. Ochiq turibdi. An deyapsiz. Yo'q, yoping. An tilingizning oxiri yopishsin tepa tanglayiga, tepa yumshoq suyakka. Ha, ana. Ha. Ha, shunday. أنكالا وجحيما Ha. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أرسلنا إليكم Yo'q, kumni ushlab turmang. Ilaykum deb شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ilaykum deb mimni ushlab turmang. Inna arsalna ilaykum deb mimni ushlab turibsiz. Xato bu. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها Qarang. المزمل Ya hamza ajralsin. Ya alohida, ayyuha alohida. Ya ayyuhal muzammil. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا Qumil lada ushlab turmang. Qumil layla illa da ham tashdid bor. Qumil layla illa qalila. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا la ustida fathalarda a la y alayka. Alayka demaymiz, alayka. عليك قولا Kadi cho'zmang. ثقيلا Kadi cho'zmang. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا Yaxshi. إن لك في النهار سبحا طويلا Tavila lavimiz cho'chiyadi vovda. Tavila. طويلا واذكر اسم ربك Watabattal. Watabattal. وتبتل
وتبتل إليه تبتيلا Yaxshi. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Hudi cho'zmang. Fattakhizhu wakila. F bilan. Fattakhizhu wakila. F bilan. Fattakhizhu wakila. فاتخذه وكيلا Bo'ladi. Davom etamiz shu yerdan. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Qarang, wasbir rada qalqala qilyapsiz. Noto'g'ri. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. qaytarim Aha. واصبر على Wasbir bir deyapsiz-ku, r demang. Wasbir ala bir'a birdan o'tib keting. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Bu yerda ham ro'da ham qalqala qilib qo'yapsiz. Wahjurhum deb. Wahjurhum. Jurhum. واهجرهم هجرا جميلا Mhm. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم qalqala qilmang. ومهلهم قليلا. ومهلهم Yo'q. قليلا Lamma qalqala qilib qo'yapsiz. tushundim. ومهلهم قليلا Endi ushab turmang. Qalqala qilmang desam, endi ushab turibsiz. ومهلهم قليلا. ومهلهم قليلا بقولنا إن لدينا أنكالا وجحيما Boya takrorladik, mana shu nun kedichiga kirishda. Yopilsin. Nun yo'g'ib ketsin. Nunda umuman nutq qilma. Kedishiga kirib ketsin. أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما G'ussotiu bo'lsa, diu da bo'lib qolmasin. غصة وعذابا وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Yaxshi. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Yaxshi, mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.